Assalomu alaykum Zifler uz kuzatuvchilari. Bugun Zifler brendidan A90 rusumli gazli plitamizni obzor qilib o'tamiz. Zifler gazli plitalari Turkiyada ishlab chiqariladi. Bu modelimizning konforkasi soni 5 ta bo'ladi, reshotkasi chugunli bo'ladi. Konforkasi Italiyada ishlab chiqariladi. Gazli plitamizning asosiy afzalligi bunda avtopojik va gaz kontrol funksiyalari bor. Gaz kontrol nimani beradi? Gaz kontrol uyda gaz o'chib qolganda, iloj avariyli situatsiyalarda gaz o'zini o'zi o'chiradi. Gaz plitani boshqaruv qismiga o'tamiz. Boshqaruv qismida 7 ta ruchkadan iborat bo'ladi. 2 ta ruchka duxovkani boshqarsa bo'ladi, 5 ta ruchka уже tepa qismini. O'rtadagi tabloga e'tibor beramiz. O'rtadagi tablo sensorli bo'ladi. Bu tablo vaqt, gaz kontrol va graduslarni ko'rsatib turadi. Navbat duxovka qismiga. Duxovka qismimizda 110 litr hajmda bo'ladi. 100 gradusdan 280 gradusgacha qizdiradi va grill funksiyasi mavjud. Komplektatsiyasida 2 ta list, 1 ta reshotka, grill uchun tayoqcha va 4 ta zapasnoy oyoqga ega. Gaz plita manzur kelgan bo'lsa, sizlarni Ziflerda kutib qolamiz.